Xitoycha alohidlikka ega kishilik huquqni bozorga selishga boshladi. Xitoyning Uyg'urlar va boshqa oz sonli millatlarga qaratilgan bostirish va irqiy qirg'in qilish qilmishlari xalqaro jamiyatning qattiq noroziligiga yo'liqqan bir paytda Xitoyda ochilgan janubliklar kishilik huquq kengashi yig'inida Xitoycha alohidlikka ega kishilik huquq degan sapsatini ko'tarib chiqib, xalqaro jamiyatning ko'zini bo'yashga uringan. Kanada bosh vazirining Xitoy ziyoratidagi muvaffaqiyati. Kanada bosh vaziri Trudeauning Xitoy bilan o'tkazgan erkin savdo suhbatida ko'rinarlik ilgirlash bo'lmagan bo'lsa-mu, biroq savdo kelishimiga kishilik huquqni shart qilish bilan birga Xitoy turmusida yetayotgan Husayn Jilil, Sunchian qatorliq Kanada fuqarolarini qo'yib berish haqidagi maydonini izhor qilib, o'zining qimmat qarashini ifodalagan. Dünya Ahli Sünnet Ulamalar Birligi Quddus haqida bayonot e'lon qildi. İstanbulda ochilgan bu yig'inga Sharqiy Turkiston Ulamalar Birligining bosh kotibi doktor Abduvaris Abduxoliq bilan ustoz Nizomiddin Tamkini qatnashgan. Yig'inda Dünya Ahli Sünnet Ulamalar Birligi nomidan Amerika prezidenti Trumpning Quddus Isroiliyaning poytaxti degan so'zlariga qarshi bayonot e'lon qilib, Quddus Falastinning poytaxti. Bu haqiqatni hech qanday kuch o'zgartirolmaydi. Barliq islom ellari Amerikaning mahsulotlarini sotib olishni to'xtatib, Amerikaga qarshi norozilik bildirishi kerak degan. Isroiliya G'azzaga hujum qildi. Oldingi kuni G'azza rayonidan Isroiliyaning janubiy qismiga raketamyot bilan hujum qilingan. Isroiliya armiyasi buningga qarshi urush aeroplanlari ve tanklar bilan hücum qilgan. İsroiliya armiyasi G'azzadan Isroiliyaga qilingan mazkur raketamyot hujumlarini Hamasning qilganligini bildirgan. Quddusqa jinimiz, qinimiz pido bo'lsin. Sharqiy Quddusning Ko'ni shahar rayonining markaziy kirish nuqtalaridan Sham darvozaga kelib to'plashgan Falastin xalqi Trumpning Quddusni Isroiliyaning poytaxti deb e'lon qilishiga qarshi qattiq norozilik bildirgan namoyishchilar Quddusqa jinimiz, qinimiz pido bo'lsin degan shuarlarni to'g'lagan. Mike Pence'ning Falastinda qarshi e'linmaydiganligi e'lon qilindi. Falastin Fathi harakati markaziy kengashining a'zosi Jibril Ar-Rujub bir televiziya programmasiga qatnashib, Amerika muavin prezidenti Pence'ning 2 haftadan keyin boshlaydigan Falastin ziyoratidan burun uni qarshi e'linmaydigan kishi deb e'lon qilganligini bildirgan.